Selamünaleyküm ekranlık izleyicilerine teşekkürler hayırlı olsun. Ben Adil Uygur Tədqiqat İnstitutundan hem Allah'a salam yollayman. Arabda institutumuzun müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi Doçent Doktor Erkin Ekrem muallim bilan suhbatdan xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizningki yeni bölümü uzunlaz bo'ldi. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Izləyicilərlə biz ötən proqramımızda xalqaro vaziyat haqqında Erkin muallim analiz etdik. Yəni xalqaro vaziyatninki burunqi tüzümninki yoki biz bilgan, biz ko'ngan yoki biz tushungan xalqaro vaziyatninki o'zgarayotganligini, ya'ni yeni bir tüzümdən oldida bir quroqsizlikni, o'tkinchi bir davrga qadam qo'yganligini alohida ta'kidlab o'tganda, shunday bir vaziyatda biz Sharq Turkistondan iborat cho'ng bir davoni shunday bir vaziyatdan qanday foydalanish to'g'risida hozir to'xtab o'tdik. Ya'ni dunyoning bir ko'p qarab yuzlanayotganligini buni alohida ta'kidlab o'tgan. Chunki ko'p degan vaqtida Osiyo tarafda Xitoyninki bu g'arb tarafda Amerika boshchilik g'arb davlatlarininki nüfus egisi ekanligini va ta'sir doirasini kuchli ekanligini ta'kidlab o'tgan. Shunday bir ko'p qutbliq bir vaziyatda biz Sharq Turkiston davosini qanday qilgan og'izsiz yetimiz, shunday bir vaziyat, shunday bir kamponlikdan qanday foydalanish to'g'risida to'xtab o'tgaydi. Biz bugun programmamizda shu burun xalqaro vaziyatda o'tirib chiqqan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro tashkilotlardan qanday foydalanish davoyilish uchun qanday qilgan unib foydalanadigan degan savolga javob topshirishimiz. Siz de o'tgan yerdagi programmamizda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qanday o'tirish holatini ham o'tgan programda ham undan buni programmani ko'p to'xtalganmiz. Bu qanday o'tirish holati to'g'risida biz ko'p to'xtalmay, biz shu oldi bilan qanday bo'lsin, hozirgi dunyoda olti rol bo'lgan, ta'sir doirasi bo'lgan, yanada davlatlar tarafidan e'tirof qilishga erishayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Sharq Turkiston davosida qanday foydalanamiz shu organninki rollardan. Buni Xitoy, Amerika shu organ yoki shu muassasani xususida tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı hemimiz bilgendek şu 2. Dünya Urushi olup mu G'arbdagi jang maydonini tugaydigan vaqtida Amerikanınki o'z vaqtidagi prezident Rooseveltninki bir tushunchasi bilan o'tirib qo'yilgan endi. Bu 43-yilning oxiridan 45-yilgacha bu shu muzokara bosqichi bilan mangan. Esas maqsadi shu jangni qanday to'xtatish, ya'ni bundan keyin bo'lgan jangni oldini olish uchun bir mexanizmani qurib chiqish. Bu mexanizma bilan birlikda shu nurg'un shu urush, janglar, jidallarni bir seviyada hamda uni yo'qotgan bo'ldi aslında. Birleşken Devletler Teşkilatı yalnızla shu tinchlikni qo'llab bilishlar emas, bizning bilgan shu ilm, texnologiya, san'at degandek nurg'un sohalarda nayta cho'ng xizmat bergan endi. Bo'libmi misoliga shu inson haqlari demokrasiyaninki yeyilishiga Birleşken Devletler Teşkilatı rol o'ynadi. Bu Birleşken Devletler Teşkilatıga bağlangan nurg'un komiteler var. Bu komitelerninki bu Hristiyanlığı bilan dunyoninki ben degandek siyosiy, iqtisodiy, tijorat, texnologiya, ilim, ba'zi hukmlarni yaratish, hatta Filistinga qanday yardım qilish, shu nima İsrailga qarshi nurg'un qarorlarni chiqargan. Ama bu qarorlar chiqqan taqdirda buni ijro qilishmi o'ng'ay bo'lmaganligini ko'rdik. Hamda bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki 5 daimi a'zosi qurgan. Bular shu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki asas shu nizomnomasida belgilangan ba'zi huquqlari bor. Misolga 7-bölümdeki hukuk bo'lsa, bir yerda bu urush jang bo'lib qolsa, bu 5 davlat o'tirib muzokara qilib, oxiri buningga bir qaror berdi. Ama bugungi kelgan chog'da nurg'un taraqqiyotlar bo'lib bordi, yangi taraqqiyotlar bo'lyapti.
Ama bu teşkilat konrap kılıvadı. Yani konu bir uslub, konu bir kurulma, yeni terakkiyatga, yeni terakkiyat bilan o'tirib chiqqan yeni problemlarga javob beramaydigan, ba'zima unum olamaydigan bir holga kelib qoldi hozir. Shuningga bu tarixchilar yaxshi biladi. Yani tarixda hech o'zgarmagan narsa o'zgarish debchi. Shuningga bu islohot va innovatsion degan narsa şu to'silib qolganda, tiqilib qolganda meselelerni hal qilolmagan chog'da yangilash lozim. Shuning hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'na isimleme var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ı da vardı. Dünya 5'ten büyüktür. Yani 5 devlet bunu başkuramaydı. Meselelerini hal kılamaydı. Hazır Almanya olsun, Brezilya, Hindistan, Japonya olsun bulama şu 5 daime azalığı kırışının ki yolu dendi. Başına talep kılıyordu. Afrika Müslümanlarına, Afrika rayon ve Müslüman halkını temsil kıldığan azalar buluş lazım diye talepler kılıyordu. Şununla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kurulmasında bir özgürlük meselesi var. O Birleşken Devletler Teşkilatı'yla birlikte yani şu dünyanınki pul muamelesini kandak kılımız deydiğen bir mekanizmanı kurgan öz vaxtıda. Keyin Sovyetler qetilmag'achqa G'arbliklar o'zlari qildi. Bundan keyin bu pul muamelesini tengshash uchun misolga IMF degan tashkilotni qurdi. Xalqaro pul muamelesi qurumu. Ondan keyin bu Dünya Bankası, Asya Taraqqiyot Bankası degandek, o bankalarning yo'lida dunyoning şu pul muamelesini qandaq tankash qilib, qandaq bir siyosatni ilib berish, qaysi rayon keyinda qolsa o rayonni qandaq qutqizish, ba'zi davlatlarda puli yetmay qolsa yoki bu finans masalasi chiqib qolsa qandaq uni tankash qilish, qandaq uni bir qutqizish degandek bu meselemi var. Bu xalqaro tuzumning ichidagi muhim bir taraf. Bundan başka misalga ticaretni ravan kıldırış için Dünya Ticaret Teşkilatı var. Daima bu teşkilatka kırmızıda 15 yıl tırıştı. Yani 2000 yılından itibaren onun için azab olalıydı. Hem de 134 devletlerle müzakere kılıp 15 yılın içinde. Xitay bu teşkilat kirgandan keyin ticaretine ait ravan bo'lib ketib kuchlanishga boshlandi. Bundan başka misalga NATO'daki harbiy jihatda, mudofaa jihatda mekanizmanı kurgan. Bu mekanizmalar xalqarodagi bu sistemni qo'llash uchun qurilgan xalqaro kurumlardır. Bununla birlikte onun albatta degan dunyoning tinchligini qo'llab qilish, jangni oldini olish degandek ve muhim bo'lgan bu mekanizmanı kurganlar, bu sistemni kurganlar bu albatta degan kurumlardan çıkarak fayda aldı. Başkaları hem de bu kurumga a'zo bo'lgan taqdirda hem de faydası bo'ladi, yani ziyonga kirgan chog'da faydası ko'p bo'ladi. Bu sistemni kurgan devletler veya ki devletler bazı şartlarını bununla talep kıldı. A'zo bo'laman degan devletlerga. Misalga Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirish uchun asas bu nizamnomaga bo'ysunish lazım. Bu asas nizamnomada inson haqlariga ahamiyat berish degan talablar bor. Yani bununla a'zo bo'lsang inson haqlariga ahamiyat berish lazım. Bo'lmasa bu asas nizamnomaga ziyon bergan bo'lsa, xilof qilgan bo'lsa, ondan keyin seni bir cezalandıramısama sana bir ambargodek, cezalandırmadek degan narsalarni qilalaydigan bir haldı. Ama misalga Xitoyni misalga olgan chog'da Xitoyda inson haqlarini dafsanda qilayotgan ahvollar bor. Xitoyma bu inson haqlari jihatdan bizni tanqid qilmasin deb o'zima inson haqlari degan hukmni yaratib
bu mevcut biz bilgen bu universal insan hakları hukumu bilan o'xshamaydigan ama ism o'xshaydigan bir narsalarni yaratib, yani qarshi chiqyapti endi. Shuningga bu Xitoyda inson haqlari bo'lmag'achqa Uyg'urlarni izlatqachqa, assimilyatsiya qilayotqachqa buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki shu asos nizomnomiga murojaat qildi. Buningdan boshqa misoliga irqiy qirg'inchilikqa qarshi bir komitema bor. Sharq Turkistondagi bu zulm irqiy qirg'inchilik deb aniqlagandan keyin bu komitaga murojaat qilib bo'ldi. Sharq Turkistonda o'smirlarga qarshi, ayollarga qarshi zulm bor. Bunun bilan munosabatli komitelar bor. Misolda o'shalarga murojaat qilib bo'ldi. 1960'larda Birleşken Devletler Teşkilatı'da yani bir kelishimga imzo qilishgan devletler yani şu mustamlika rayonlarını qaytarib berish ve shundaqla mustamlika ostidagi xalqni ozod qilishdi. Keyin bu devletler o'ylashib baksa bu devletning ichidagi millatlar qo'pib biz mustaqil bo'lamiz, biz mustamlika xalq deb islab olsa hamda bir iyilik huquqiga ega bo'lgan devletma parchalanish xavflari bo'lg'achqa yana bir qonunlarni chiqargan bo'ldi. Bu bo'lsa shu mustamlika rayonining isbot qilinmagan taqdirda buni murojaat qilolmaysan. Misol Sharq Turkistonliklar buni isbot qilib shunga murojaat qilib bo'ladi. Bununla o'xshash nurg'un komitelar bor, hammasiga murojaat qilib bo'ldi. Hozir asosan o'sha inson haqlari komitedalar tirishib kelyapti Uyg'urlar. Hatto bir komiteti bor, unda hozirgacha qadamlar bilmaydim. Yoki kun tartibda bo'lmag'achqa bilmaydi. O kurum hozirgacha bor. Ya'ni nima deganda bir rayondagi xalq agarda jangdan, açlıktan, zulümden, tecavüzden, nurgun muşu felaketten eğer de özünü qoğdayamay kalsa ya ki onu başkuruvatkan devlet mi qoğdayamay kalsa o vaxtıda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki asas nizamnamının 7. bölümünde bəgən hukukunu işletkili buludu. Yani o rayonga kol sağlı buludu. Müdahale kırgılı buludu. 2015'ten kim Birleşken Devletler Teşkilatı'nda yani bir hukumunun çıkışı başladı. Yani qoğdurmuşunun ki mesuliyeti deydiğen. Bu hukumunun ki Yugoslavya taqilib ketken vaxtıda uyadımı bir ırkı kırgınçılık ahvallar yaşandı. Aşınınğa karşı yeni əbəqə mən degəndək, yani bir xalq eğer de əbəqə degen uğuşda, canda, zulümden şu açlıktan eğer de o devlet kurtulsamasa başka devletler birlikte şu devletke müdahale kılındı, anlaşkılı buldu. Yani Xitay Uygurlarga o zulümünü kılan takdirde Uygurlar şu men degen himaye astığı iliniş komiteti var, aşınığıma müracaat kıldı. Hem de xalqaro kanun degen vaxtıda bu kanunu icat kılan ya ki kanunu belirleyen devletler biraz güçlük bulur. Güçlük devlet mi bazen kanunu toluk mu icra kılmaydıgan ahvalı mı bulur. Ama aciz milletler bunda kanunlardan faydalanılı bulur. Şununla bu xalqaradaki bu degen sistemlerde, tüzümlerden faydalanış hem de chet eldeki davanın ki bir mühim bir vazifesi buluş lazım deb o'ylayman. Misalga Sharq Turkistonning ki taqdiri ko'pincha zamonda shu chet kuchlar bilan munosabati bo'lganda endi. Bunga deylik misalga 33 Cumhuriyet bo'lsin, 44 Cumhuriyet bo'lsin, qurilishda va yiqilishida xalqaro kuchlarning arasındaki shu kurashlar bilan, xalqaro kuchlarning arasındaki manfaat talashlar bilan bog'langan. Şununla Sharq Turkiston xalqining taqdirini o'zgartirish uchun xalqarada kuch bo'lib o'tirib chiqishma muhim.
xalqaradagi bu ahvollar biz ba'zan bizningki kuchimiz yetmasligi, ba'zan misol Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy üyesi a'zosi bo'lg'achqa, umuman ba'zi narsalarni to'saqlik qilishi, ba'zi komitetlarga hokim bo'lishi, bumi Sharq Turkistonliklarning davosini to'saqlik ekilalaydi-da, angel tashkil qiladi. Şununla hamda aşındaq turuqluq yana aşınandan qanday foydalanishning yo'llarini izlash lozim deb o'ylayman. Oğlum bu Birleşken Milletler Teşkilatı'nın fonksiyonunu, rolunu, kurulmasını bir kurdu deb o'tgan bo'ldingiz. Amaliy bir ish ahvoliga kelsak, bu siz Soğut'un ağzınca qildingiz Sharq Turkiston davosini hal qilish yo'llari to'g'risida, hatto maqola yozgan bo'ldingiz. Biz bu shu nuqtadan bir o'ylab baqsak yani. Biraz burunma deb o'tgan bo'ldingiz, ammo texnik bir konkret deb o'tishni muvaffaq topdimi? Sharq Turkistonliklar uchun chet elda şu Birleşken Milletler Teşkilatı'ndan faydalanish uchun yani bizniki acizligimiz, küçük tarafimiz, fursatlar yoki tehditlar qaysilar siz doğrusu bir olarak maddaga bilim deb bergan bo'lsangiz. Masalan, acizlik degan vaqtimizda Sharq Turkistondagi tashkilotlar nisbatan biraz uyuş gücümüz nispeten aciz. Uzun müddetlik plan tüzüşümüz biraz aciz. Ondan keyin Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kurulması yaxshi foydalanish iqtidori nispeten aciz o'xshash, acizligimizni, onun kuchli taraflarimizni bilimlarga ayirib, moddaga ayirib tushuntirib bergan bo'lsangiz. Yani Xitoyning kimi kuchini nazarga olgan asosda. Bu xalqarada bu da'vo qilish uchun boshda sening da'vatgan meseleni xalqaraviylashtirish lozim. Ya'ni xalqaraningki bir meseleге aylantirish lozim. Bu aylanmasdan nima ish qilsang yarmaydi. Yani netice olmaydi ve unumli olmaydi. Shuningga bu chet elda birinchi qadam eng muhim ishning biri shu da'voni xalqaraviylashtirish. Xalqaraviylashtirish degan gap hamda bütün 8 milyar odamlar hammasi Sharq Turkiston davosini bilish emas. Hamda shu dunyoning siyosiy markazi bo'lgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nda bu mesele bir meselege ayrılmış. Bundan keyin dunyoning siyosiy, iqtisodiy, mutafiye her sahada, texnoloji sahalarda belgilovchi bir kuchga ega bo'lgan davlatlar bilse ve bu devletler Xitoy bilan ilib borgan siyosatida Sharq Turkiston Uyg'ur meselesi shu kun tartibida bo'lsa, ishlarda bo'lsa, bu vaqtida ondan keyin bu xalqaraviylashdi deymiz. Xalqaraviylashgandan keyin ondan keyin qilgan ishlar texmi murakkab bo'ldi, texmi qiyin bo'ldi. Buningki hamda birinchi qilgan ish hamda xalqaraviylaştırışdan evvel faaliyet muhim hamda. Çünkü faaliyet ile tanınırsa. Faaliyet ile ondan keyin kun tartibga kelsa, gazetlarga chiqsa, jurnallarga yozilsa, senin cemiyetiningki tarihi, felsefesi, edebiyatı, kinosi, ibadeti, dini, itikadi degandek nurg'un meselelerni tadqiqotchilar tarafdan tadqiq qilishga, ya'ni bu kun tartibga kirgan bo'ldi. Şunun bu meseleni xalqaraviylaştırib bo'lgandan keyin, undan keyin ilmiy siyosatga kirish lozim. Yani ilmiy siyosatin ilmini xalqaradagi siyosiy ilmi bilan hal qilish. Yani siyasetçiler nima ish qildi deganda imkon bo'lmagan ahvolni imkonli holiga kelishadi. Bu siyosiyonlarni qildigan ishi faoliyatchi emas. Bundan keyin faoliyatchi bir belirlengan siyosetni ijro qilish uchun faaliyet qilindi. Burun o bo'lmasimi maqsad davoni xalqaraviylashtirish bo'lg'achqa faaliyatda muhim bo'ladi. Ama xalqaraviylashgandan keyin mesele, bundan keyin bu ilmiy siyosatni berish lozim. Bundan boshqa bu diplomasi qobiliyatini taraqqiy qildirish lozim. Hamda diplomasi degan hamda sening manfaatini amallashtirish uchun karşındaki adamını qayil qilish. Yani qanday qayil qilsa o nurg'un ilmlarga, bilimlarga ehtiyoj bo'ladi. Bu diplomasi qoidalarni bilishga to'g'ri keldi. Bundan boshqa hamda deb o'tgandek xalqaro qonundan foydalanish. Misolga Londondagi sotni misol olsak,
xalqaro qonunlarda ve bazı devletlerde şuna bir kanunlar var. Bir mesele oturup çıkan çağda bu meseleni hal kılış için şu mütehassisler taraftan şu işini bildiğin ehli adamlardan teşkil tapkan mahkemeni kurgulu buludu. Xitay gerçi London'daki sotunu düşürüp hiçbir asası yok, hiçbir meşruiyeti yok deb tanqid qilib ketdi ama bu xalqaro qonundan berilgan bir hak bu. Yani kuralasan kursa yani. Misalga şu buldu Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komiserinin çıkargan bir doklat vardı. En ahırkı sekundda çıkargan oldu. Bundan evvel yani bir doklatını ilan kılgan, bu doklat olsa zamanevi kulluk sistemi deydigan bir ufkumdan faydalanıp Şark Türkistan'da bulunan zulümler aslında şu zamanevi kulluk sisteminin neticesidir. Yani Xitay Şark Türkistan'da kulluk sistemini ilip bağlanlığını delil kılıp, ispat kılıp kösetken. Hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'na bu zamanevi bu kulluk sistemine karşı bununla tedbir ilişme hüküm veriyorlar. Bazı devletler misalga şu xalqaro kanunga qarab o'zining ichki qonundima şu zamonaviy kulluk sistemiga qarshi tedbir ilish va bunga qarshi chiqishdi. Qanday qiladi deganda misol siyosiy jihatdan, tijoriy jihatdan, iqtisod jihatdan, texnologiya jihatdan cheklash haqqini qo'lga tushirgan bo'ladi. Misalga İngilizce özününki içki kanununda bu mesele nime var mı? Hazır diyen zamanı kulluk sistemine karşı çıkış. Misalga muşnun kartamı İngilizce'de ve slotunu tekrar yanı kurguladı. Şark Türkistan Burun'dan ırtatıkla bir müstemleke rayon bulup gelgen hazır olsa zamanıvi bir kulluk sisteminin aslında boğaçka bunama yani kanunla kurup durup, bunundan netice ektirip, bununkin neticesini tayin ettirip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çıkargan yaki xalqaranın kilişimleri, boğan münasebetli kilişimler ve müracaat kılıp, tekimi bir güç kazanmış. Misalga deyli, London'daki Uygur sotundan çıkan karar, yani Şark Türkistan'da ilk bağlan zulüm siyasetinin bir ırkı kırgıncılık olganlığını ve insaniyetke karşı bir cinayet olganlığını bu hülasını tayin ettirip, bu kararının hülasını tayin ettirip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nda çıkargan nurgun kanunlarga bağlap durup, yani başka bir kanunlardan mı faydalanıp olur? Yani bir vaz o kanunlardan faydalanış kıyım olan bazı kanunlar var ama o kanunlarda bazı maddelerini hukumlarını işletken eğer de bir yerde bu zulüm köken olsa falanca kanun bununla karşı nim kılalaydı, karşı çıkalaydı ve yaptırım yani bazı ambargolarını kılılıp olduğu deydiğen başka kanunlar var. Onunla müracaat kılılıp oldu. Misalga bu öz takdirini öz belgileş degan bir hukum yana var. Bu aslında Birinci Dünya Uruşu vaxtida harbliklarninki, tadqiqotchilarninki chiqargan bir hukum. Bu hukumdan nurg'un shu Osiyo bo'lsin, Sharq bo'lsin, Afrika bo'lsin bu devletler, bu xalqlar mushunga tayinib turib mustaqil bo'lishga tirishgan ve nurgun devletlerden müstakil oldu. Misalga deyli bugünkü Kanada'daki Köpük rayondakiler müstakil bulumuzdaydı. Ularını tayandıgan yerime şu nime, öz takdirini öz belgileş. Onundaki İspanya'daki bu halkının kime müstakil talep kılganlar var mı? Katalonyalıklar mı şu öz takdirini öz belgileşke tayinlan.
Bundan keyin misalga Irak'ның şimaldagi ko'plama shu referendum qilamiz degan vaqtida yana shu hukmga tayanılgan. Hatta shu Angliyaninki Şotlandiya bo'lsin, Angliyaga bog'langan bir Greenland degan bir orol bor, u oroldagilar bo'lsin, hammasi shunga tayanılganda hamda shu hukmga. Ammo bizningki xalqlarning bir qismi de buni to'g'ri tushunmagan. Yani xuddi o'z taqdirini o'z belgilash, xuddi normal bir otonomiyadek bir narsa o'xshaydi deb tushundimdi. Xitoychaga ba'zi kelimalar Xitoychaga tarjima qilingan vaqtida balki shunday tushunish bo'ldi, ammo asl ma'nosi u emas endi. 1952'da shu o'z taqdirini o'z belgilash xalqning mushtaq bir haqqi bor deb berilgan. Misalga bununla müracaat qilib bo'ldi. Deb o'tgandek misalga shu numursi bilan hamda 15-14 numurlik bir 1960'da chiqargan shu mustamlika rayonidagi xalqlarni ozod qilish, ularning mustaqil haqqini berish deydigan qonunlar bor. Misalga 1963'da har xil shu irqiy kamsitishlarga qarshi bazı kelishimler var. Bu maddəğime müracaat qılıb oldu. Bu 1904 numaralı bir kanun. Bundan başqa şu dünyada en köp tilga ilingan bazı kanun maddəsi var. 1966'da çıxarğan 22.00 numaralı bo'lgan. Yani iqtisodda, shu jamiyatda, madaniyat jihatdan yoki kultur jihatdan bütün xalqninki, grajdanlarninki o'z oldiga shunday bir haqqi bo'lgan. Davlat bu jihatdagi haqni tamoman shu xalqiga berish lozim deydigan bir qonun bor. Bundan keyin bu yeni bir 22.00 A numaralık bo'lgan bir qonun var, bu 1966'da e'lon qilingan. Yani grajdan huquqqa ega bo'lgan har qanday inson ya da jamiyat ularninki siyosiy haqqini to'liq berish lozim. Bu yerdagi siyosiy haq o'xshashla hukumatni, merkez hukumatni tanimay, men o'z oldimga hukumat yoki siyosiy bir kuchni kurman degan haqmi bununla kirdi. Bununla o'xshash men degandek ayollarga qartilgan, bolalarga qartilgan, o'smirlarga qartilgan nurg'un shunday qonunlar hammasiga bog'lanib bo'ladi. Ammo hozirgi bu Uyg'ur tashkilotlar bununla yetishmayapti. Yani nurg'un tashkilotlar hozirgacha men degandek faoliyatlarni qilyapti hamda. Aslında degandek ilmiy siyosat, diplomasi ve kanun bu sahalarda texmi ko'proq kirishish lazım. Bütün ishlarni chekib kirishga lazım. Misalga 1992'de bu dini ve ırkı dini til jihatda farklı bo'lib, bu xalqni asimila qilib bo'lmaydi deb uning oldini olish uchun bir haqni to'nigan bir qonunni chiqargan. Yani 47 ve 135 degan qonundimi. Misal hozirgi men degan ahvollar ham Sharq Turkistonda yashanyapti. Yani Sharq Turkistonliklar shunday xalqarodagi bu qonunlardan ve kelishimlardan foydalanib davoni texmi keng ko'lamda, texmi ta'sirli holiga akilalaydi. Ve Sharq Turkistondagi zulm siyosatini tamamen aldıramısıma ona bir yumshatgan bo'ladi. Bo'lmasa bir mezgildan keyin so'raydi xalqlar, sizlar shuncha tirishyapsizlar, Sharq Turkistondagi zulm azaldimi deb. Agarda azalmadi desa, bu vaqtida chet eldagi faoliyatlarninki neticesi unumli emas degan gap. Onun için bu bir xil uslub bilan yetmaydi. Yani ko'plab bu uslublarni taraqqiy qildirishlar kerak. Shunga tashkilotlar
hammasi bir xil emas, bir xil ya da ikki xil shundoq siyosiy, iqtisodiy, siyosiy qonun degandek, diplomasiya degandek ishlarga erishsa bo'ladi endi. Shu ishlarni o'ziga vazifa qilib bo'lishib olsa bo'ladi endi. Misolga deylik, Amerikada Uyg'ur inson haqlari qonuni chiqdi. Bu qonundan qanday to'liq foydalanish masalasi bor. Bu qonundan bergan nurg'un haqlar bor. Shuningga Amerikadagi tashkilotlar bunga qarshi ba'zi faoliyatlarni ilib borg'ili bo'ladi misolga. Misolga nima deymiz? Shu Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un kelishim so'zlashmalarga imzo etib turib, ama icra qilmaganligini isbot qilib turib, Xitoyning shu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın a'zoligidan chiqarib o'tish. Gerçi bunun imkanı yok veya ki az göründü ama bu bir siyaset bo'lg'achqa bir ta'sirlik bir ahvollar bo'ladi. Misolga imzo etish kampanyasi bo'ladi misolga. Xitoyni chiqarib o'tish uchun bütün dünyadan şu imza toplash kampanyamı qilib bo'ladi. Bu mu bir xil siyaset bo'ladi. Misolga ba'zi qonunlar bor, kelishimlar bor. Shu zulm va inson haqlarini daksanda qilgan hokimiyatninki beshidagi odamlarni yoki buni ijro qilayotgan, siyosiy ijroatini qilayotgan odamlarni chet elga chiqishninki oldinda cheklash bilan munosabatli qonunlama bor. Misolga ashlag'ima murojaat qilib turib, bu zulm qilayotgan insonlarni qirg'inchilikni ilib olgan tashkilotning odamlari nemishki talonlarga chiqa olmaydi deb. Ve bununla tayinib turib, ba'zi mahkamalarga murojaat qilib bo'ladi. Misolga ba'zi mahkamalar Londonda qurilgandek Xitoyga jazo bera oladigan ba'zi nimalar bor, mahkamalar bor, ama bunu icra qilishi unda oson to'xtamaydi, to'g'ri. Misolga 2016da Filippinlar shu Xitoyni xalqaro sudga arz qildi. Sudda mumkin Xitoyni mahkum qilganda, ya'ni bu qonunga xilof, xalqaro dengiz qonuniga xilof qilganligini aniqlab, bunun qarori chiqqan. Ama Xitoy buni ijro qilmadi, tanımayman, bilmayman, chattig'im yo'q deb turib oldi. Shu Xitoyning pozitsiyasidan yo'lga chiqib, xalqaro qonunlarni tanımaydigan bir davlat degan obrazni yaratdi. Yani shular. Aslında xalqaro siyosatidan, qonunlaridan ve xil-xil shu sahalardan ve shu nurg'un davlatlar tarafdan qabul qilgan demokrasiya, inson haqlari, qimmat qarashlaridan foydalanib davoni texmi kuchlantirgili bo'ldi aslında. Hozir sizga xalqaro qonun, xalqaro siyosatdan foydalanishning yo'llarini, fursatlarini aytib tafsil bayon qilib beramiz. Bu kadar ko'p fursat borki, hozir men o'tirib tabii ki burun qanday hayajonlanganman, hozir shunday hayajonlanyapman. Ama bunda bir mesele var mı? Vaktimiz az kaldı. İşte bunu paydalanish meselesi biz acizlikimiz var deb qarayman. Biraz burundan deb o'tdim, sizin deb o'tdingiz, yetişemedik. Bu fakat işin kichik bir tarafi. Yani siz devamlı deysiz, işte teşkilatlar içindeki bu yetişken, mutaxassisken insanların sanının azlığını devamlı ta'kidlaysiz. Onun teşkilatlarınki özünki məqsəd asasen, rolu asasen, yoki sızğan sızğığa asasen rolunu jari qilish masala borligini devamlı ta'kidlaysiz. Teşkilatlarınki sistemlashmaganlik uchun yoki muassaslaşmaganlik uchun bu meselelerni ümumlik bir şekilde yatlamakkalıqını devamlı ta'kidlaysiz. Hem de mühimi bazı teşkilatlarınki özü məqsəd qılğan yol emas da başqa iş qılayotgan teşkilatlarning oldiga bunday bir to'sqinlik qo'ydigan yoki uning to'sqinlik qilgan yoki keyindan boshqa bir ishlarni qilgan bunday ahvollar yo'q emas. Yani teşkilatlar siz degandek masalaga emas, markazlashgan emas, balki bir-biri bilan masala paydo qilib, bir-biri bilan to'sqinlik paydo qilganlik uchun bu kuchimizni xo'rtayotgan, ozlayotgan bir omil deb qarayman. Onun için siz degandek şu teşkilatninki
Yığıp betqa vaqtida bu ictimai cemmeşnas to'qson betqa vaqtida insan sermayesi. Qısqacha bir yig'inchoqlab bir cümle bilan deb o'tsangiz. Misalga 2018'nin 8. aydan itibaren bizim meselemiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nda müzakere, talaş tartış kılışka başladı. Ve asla 2019-2020'lerde hem de Uygur meselesi halkıranın bir gün tertibine yerleşti, otadı ve bütün şu dünyanın ki matbuatları da bunu meselene yüzünün gün tertibine ekilip bütün devletlerine halkıma bildirdi. Bugün dünyada Uygur meselesi dese nurgun devletler bilidemdi. Bunda bir fırsette Uygurlar teşkilatlarına Uygurların arasında kıl gep söz, cidel, uruş kılıp ahire enerjilerini, güçlerini, akıllını yüzü işçide birbirisiyle küreş kıp durup tüketti. Akıllını, güçünü. Şununla bu kelgen fırsatını to'liq işletemedi. Gerçi iki kıtım bir Milli Kengeş yığın şeklinde teşkilatlarını yani kıl teşkilatlarını bir yerге cem kılıp şu meselelerini sözleşip şu vazifelerini bölüşüp alaylı degan takdirdima ama onunki cık önümü bulmadı emdi. Hem de fırsat degan narsa hem de kelip ketadigan narsa ama o'tganda bir yig'inga qatnashgan chog'dama men yana shu fırsatni ahamiyatini anglab bo'lgankim birisi deydi bu Erkin Ekrem fırsatlar ketib bordi derhal hareket etmesek bo'lmaydi deydi. Aslında fırsatni biz yaratamiz deydi. Yani onunla zaldaki %90 adam chalib ketdi. Eğer de fırsatni biz yaratalısak ondaqda şu Ukrayna'daki urushni to'xtatib kun tartibni yana bizningki o'zimizga tortib olsak ma'qul. Agar da kun tartibni yarata olgan bo'lsak, Xitoyni taraf qilib olsak ma'qul yani. O fırsat yushirin va yipiq bir yerda ilohiy bir kuch var bu yerda. Bazı taraqqiyotlar, fırsatlar insonning irodining sirtida devam qiladi. Shuningga inson tayyor bo'lsa, kelgan fırsatni tuta oladi. Bizga fırsat keldi ve to'liq yani hiç ishni qilamadik emas, nurg'un narsa qilindi. Bu qilinganlar yeterlikmi emas. Yani mandaq iniq bir yerda so'zlab o'tay. Shuningga bu bunda xalqaro sahnalarda, xalqaro saviyada ish qilish uchun haqiqatan bu inson kuchiga ehtiyoj bor, hamda moddiy kuchga ehtiyoj bor hamda. İnsan gücü okusula yetmeydiğanlığını mı köydük hem de? O okugan ansızlarını mı köydük, okumugan anlık adamlarını mı köydük? Şununla bu davanı kılgan adamlar, davagarlar eğer de bir anınki seviyeye kilemigen takdirde ebeki içki vuruşlar devam kıldıgan bektir. Eğer de bunu aldığını almagan takdirde fırsat ketidi ve Xitoyninki Sharq Turkistondagi zulmlar kun sari texmo ko'payib ig'irlashib, vaziyatlar ig'irlashib mangdamdi. Bir masalani diqqatga tortayapman. Bu burunqi Manchurlar bo'lsin, Go'mindang Xitoylarning vaqti bo'lsin, Sharq Turkistonga zulm ilib borgan. Bu vaqtida siyosiy jihatda seni kontrol qilish, iqtisod jihatda seni sömürüp qilgan. Ama hozirgi hokimiyat Turkistonliklarning yolg'izla siyosiy iqtisod emas, seninki dini, e'tiqoding, urf-odating, tiling va yig'ib kelgan chog'da seni kimligingni yo'qotadi. Ya'ni sening vujudingdagi alayliklarni yo'qotadi. Yani yığıp gelgende seni bu Sharq Turkistonning zemininde, toprakta seni yok atmakçı. Bunda bir vahim, bunda bir ig'ir bir şaraytta eğer de yanı fırsatına kaçırıp aslında o'zaro urushib, so'kishib qilib qolsak, bu vaqtida buningki oqibati nihoyatda xavfli. Bu bir gap bor o'ylab.
anlık adamlar jirahni ko'rdi, jirahni ko'radiganlar bu fursatni tutib ekmangdi. Ama agarda jirahni ko'ramagan jamiyatlar o'z ichida urushib so'qishidi deydi. Shunga bu bir an ve nişan muhim hukumlar. Şu narsa bo'lmagan taqdirda bu davoni ilib berishma qiyin bo'ladi. Aslında ben yalnızla qonun chetdilla fursatlarni, imkonlarni so'zlab o'tdim. Aslında başka sahalardan qilib bo'ldi. Siyosiy jihatdan qilib bo'ldi, texnologiya jihatdan qilib bo'ldi, madaniyat jihatdan qilib bo'ldi. Bo'libmi Uyg'urlarning ota bobosi Bulutma 10. asırdan 16. asırgacha, yani İpek yolunun ki çöküp geçişigacha dünya medeniyetiga tok qo'shgan bir millet bu. Yani bu milletin ki tarihi yadigardan faydalanıp dünyada nurg'un adamlar doktora bo'ldi, profesör bo'ldi. Onundan keyin bu padişahlıktan bergen nurg'un unvonni aldı, sır degandek. Şununla bu Şark Türkistanlıklar özününki kültür ve medeniyet küreşine başlatış lazım. Yani üzne dünyaya tonutuş lazım. Hatta tonutuş. Bunlar disseler kak anlamaydı hazır. Delil, ispatla bile, metot bile, yani ilmi usul bile bunu anlatmasa kakla yani propaganda kılıvadıdı deydi. Teşvik kılıvadıdı. Ama hakikatini düşündürgen vaxtıda kültür ve medeniyet cihettinma yana bunun küreşini kılıp oldu. Çünkü halkara halkının ki hemisi siyasetle şokunmaydı. Ama eğer de şu medeniyet deyimiz, kültür deyimiz, sanat deyimiz, felsefe deyimiz, dini itikadı ve dini medeniyeti deyimiz bula bile tonulgan vaxtıda ondan kim avam halkı gıcıma yetip bağlı buludu. Təsirini yetkizip bağlı buludu. İzleyiciler hürmetli bugünkü programımızda xalqaro siyosiy vaziyati bo'libmi Birleşik Milletler Teşkilatı shundaqla xalqaro qonundan qanday foydalanish o'z erkinligini tafsillar qilib deb o'tgan bo'ldi. Fursatlarni deb o'tgan bo'ldi. Shundaqla erkinlikni yanılab buni qo'shimcha qilib bizdagi ko'rayotgan ojizliklarni deb o'tdi ve teklif fikrlarni bergan bo'ldi. Biz kelardagi programımızda mushu kelgan nuqtani davomlashtirishimiz erkinlikni sizga rahmat. Ben rahmet ettim.